Qizlarjonlar, hozir men sizlarga ball haqida ko'rsatib beraman. Ball o'zi nima? Har bitta produksiyani o'ziga berilgan balli bo'ladi. Masalan, tovari degan joyga kirsak, shunaqangi kategoriyalarga bo'lib qo'ygan: makiyaj, уход, parfyumeriya, здоровье, dom deb. Masalan, parfyumeriyaga o'zidan ham ko'p ball beriladi. Уходga ham xuddi shunaqa, makiyajga ham, здоровьеga ham xuddi shunaqa. Mana bu dom, moda, детям degan nimalarga, kategoriyaga ball ozroq beriladi. Shunga e'tibor beramiz. Masalan, parfyumeriyaga kiradigan bo'lsak, aromatiga kiramizda, mana tak murmur atriga kirsak deylik, mana o'zi 740 rubl, lekin 822 ball beradi. Ko'rdinglarmi? O'zidan ham balli ko'p. Endi domga kiradigan bo'lsak, kosmetika для дома, stiralniy poрошокlarga kiradigan bo'lsak, mana stiralniy poрошок o'zi 407 rubl, lekin 226 ball berardi. Ko'rdinglarmi? Ballarni shunaqa qilib yig'amiz. Har bitta tovarni olganimizda balli bizni korzinkamizga shunaqangi bo'lib to'planadi-da. Mana summa и balli deb o'zi ko'rsatib qo'yadi qizlar. Hozirda bizda ball здоровье deb ham qo'shilib qoldi. Mana shu produksiyamiz ball здоровьеga kiradi. Ko'rdinglarmi? 259. Profilga o'tasizlar. Profilga o'tib turib moy biznes deganga kirasizlar. Kirganinglarda mana ballar mana shu yerda ko'rinadi. Ko'rdinglarmi? LO degani личный объем. Bu qizimizda личный объемi 115 ball bo'libdi. U 115 ballning ichidan в том числе balli здоровье 15 ballni tashkil qilgan. Ya'ni 100 ballda 15 balli sog'lik uchun mahsulot degani. Ko'rdinglarmi? 100 balldan yuqori ball yopgani uchun mana 3% konsultant bo'lgan. Shunday qilib oplachin bo'lgandan keyin balllar shu yerga to'planadi. Объем личный группа degani bu orqasidagi qizlar bilan qo'shilib yiqqan ballari. Mana o'tgan periodda masalan o'zi 101 ball yopgan, orqasidagi qizlari bilan qo'shilib 119 ball bo'lgan. Ko'rdinglarmi? Объем личный группа degani o'zi va komandasidagi qizlarning balli. Групповой объем degani bu уже sizlar orqanglardan direktor chiqarganinglardan keyin direktorlarni, o'sha orqanglardagi direktorlarda bu balli отдельный bo'lib ko'rinadi. Hozir bu qizda direktor chiqarmagan uchun hammasi bir xil ko'rinyapti. Direktoriz gruppasini balli bu yerdan ko'rinadi, bu yerda atrofis ko'rinadi, bu yerda личный объемис. Atrof degani bu direktorizdan tashqari vetkalaringizdan to'plangan ballar. Atrof haqida yana men sizlarga gruppada dars o'tib beraman. Shunday qilib shu ballarimiz orqali biz oylik olamiz qizlar. Oyligimiz mana profilga o'tib личный счет degan joyga kirsak, mana shu yerga tushadi. Mana bu yerga biz o'zimiz solgan pullarda ostatkalari to'planadi. O'zimiz личный счетimizga solgan, bonus va skidka degan joyga mana shu yerga oylik tushadi. Ko'rdinglarmi qizlar? Bu qizimiz qirg'iz so'mida, o'zbek so'mida, tojik pulida, даже rublda ham oylik tushirar ekan. Bu yerda hamma oyliklarni ishlatib bo'lgan, shuning uchun 0 turibdi. Yangi katalogdan shu yerga yana oyliklari tushishni boshlaydi.